menga juda ham boshqacha yoqadi. Tasavvur qilishadi, dunyoni poytaxti Farg'ona bo'lib qolsa-yu, qanaqa bo'lib qolsa, ustidan dunyoni poytaxti Farg'ona. Bahor fasli Navro'z bayrami bo'ldi. Biz uyda sumalak qildik. Meni uyimda jiyda gulladi. Cho'mildim. Polislar turishmasda. Bahor kuni cho'milgani yangilik bo'ldi-da. Va bolalar men ruxsat operatorlarga murojaatim bor. Ayt. Akalar meni guruhni olib beringlar. Assalomu alaykum onajon, mana Donor akam keldi, hakam bo'lib chaqirdi akam. Donor akam yaxshi. Bu yerda tezlikda ketamiz. Ha. Bundagilar ko'ramiz. Ha. Qarshingda yoshlar o'tkazib qo'ydi. So'kishmasin. Uzandaga emasmidi? Uzandaga kecha chiqib turib baliqzor yo'riyordi-yu. Degan zamdekanlaringni qo'yish. Men qaytib rektorimiz bilan kontrolamayman bot ekan. Bolalar, senlar menga ishonish, rektorimiz bot ekan. Qanday? Ana eshik yozib qo'yib-yu, rektor bot deb. Va bolalar kim rus tilini biladi? Men bilaman, menda. Ruslarda bir gap bor. Nikto nevijilishim. Mana senga bilganing uchun 100 ming so'm. Ya'ni hech kim amadi emas. Va bolalar kim ingliz tilini bilsa 200 ming so'm beraman. O mana. I want to be how are you? Va bolalar koreys tilini bilganga 100 dollar beraman. Ana xashiyo, xashiyo. Kim bilan shuni chaqirsan, maylimi? Lippoy kimlar bilan jullar chaqirib, do'ming so'y pishib beradi. Dunyo jamoasi o'z chiqishlarimizni boshqa sho'raga qaramayotgan jiddiy gap bilan boshlaymiz. Assalomu alaykum, qarshingizda Union jamoasining eng chiroyli a'zosi. Surish. Demak, Union jamoasi o'z sahna ko'rinishlarini boshladi. Bizning ilk sahna ko'rinishi Toshko'rda akamiz farzandli bo'lganda qanday bo'ladi? Men o'sha 62-daqiqadagi qiz bo'laman. Shunday yuqori tezda davom etamiz. Bizdagi eng sahna ko'rinishimiz hamma universitetlarda bo'lib turadigan holat ikkinchi paradan keyin oshxonada. To'xtash, men ovqatim olib, men ovqatim olib, Stop! Har doim oshxonada shu holat. Bu holatni prorektor olib chiqish kerak. Prorektor buni hal qilib berish kerak. Qani o'zi u prorektor? Vallahi men shu yerdaman. Tasavvur qilib ko'ring, agressikalar mikrovalnovkada diskoteka qilishganda qanday bo'lardi? Opa, hali sizlarni yoping. Biz chiqishlarimiz so'ngida nima demoqchimiz? Biz ko'zani azaldan biz yoshlarning muammosi
muammosini hal qilib beradigan maskan deb eshitganmiz. Hurmatli hakamlar, bizlarning ham har birimizning kichkina muammolarimiz bor. Bizga shu muammolarimizni hal qilib bersanglar. Misol uchun men 30 million kreditim bor. Mening bilan kontraktim bor. Doniyor aka, men o'sha 62-daqiqadagi qizman. Kim bu? Bu muammolarmi? Bu ham narimatli muammolar ekan. Bunaqa muammolarni hakamlar hal qilib bera olmaydi. Bunaqa bo'lsa bizga ham to'pni beringlar. Rahmat sizlar bilan Andijon iqtisodiyot va pedagogika universitetining yurek